Xo'p, keyingi savolga qaraymiz. 60. 59 osonligi uchun 60 ga o'tib ketdim. Ekumaylar nisbatan olingan sulfit angidrid va kislorod reaksiyasida 3 gramm modda ortib qolgan bo'lsa, reaksiyadan hosil bo'lgan sulfat angidrid massasini toping debdi. Xo'p, birinchi qiladigan ishimiz reaksiyani yozib olamiz. Sulfit angidrid 60-savol. Sulfit angidrid SO2 kislorod qo'shadigan bo'lsa, SO3 ikkita. Xo'p, demak reaksiyani yozdim, reaksiya borishini bildim. Endi ekumaylar degan so'zga qaratamiz fikrimizni. Ekumaylar degani ikkalasini ham moli teng degani. SO2 ilik kislorod bor bizda. Buni mol x bo'lsa, buni ham mol x mol. Xo'p, endi 3,2 gramm modda ortib qolgan bo'lsa debdi. Xo'p, 3,2 gramm modda kimdan ortib qolishini aniqlaymiz, qaranglar. 2 mol SO3 bilan 1 mol kislorod reaksiya kirishadi. SO2 ni tugagan deb olaman. Nega? Hozir isbotlab beraman. Agar SO2 tugagan bo'lsa x 0 bo'lsa, bundan 0,5x sarflanadi, 2 marta kichkina. Endi agar kislorodni tugat deb oladigan bo'lsam, x bo'lsa 2x bundan sarflanadi. Agar kislorodni hammasi reaksiyaga kirishdi desam, SO2 dan 2x reaksiyaga kirishi kerak o'z aslida. Lekin meni qo'limda bori x mol. Agar x ni 1 deb oladigan bo'lsam, bunda 2 sarflanadi. Qo'limdagi bor narsa 1 da, lekin 2 sarflanishi mumkin emas u narsa. Bor narsa sarflanadi, yo'q narsa sarflanmaydi. Demak, SO2 ni tugat deb olamiz. Sababini isbotladim. Negaligini. Bunda x hosil bo'ladi. Demak, kislorod ortib qolgan. 3,2 ni 32 ga bo'ladigan bo'lsa, 0,1 mol kislorod ortib qolgan ekan. Xo'p, endi x ida 0,5x sarflanib ketdi. Demak, 0,5x qoladi. X dan 0,5x dan ayirdim. Barobar 0,1 ga teng bo'lishi kerak. Ya'ni meni hisob-kitobimdagi ortib qolgan hisob-kitob masalani hisob-kitobiga to'g'ri kelish kerak. Har doim bu qoida. Demak, x barobar 0,2 mol. Demak, 0,2 mol, 0,2 mol bo'lgan ekan. Demak, hosil bo'lgan SO3 ni moli ham 0,2. 0,2 ni 80 ga ko'paytiradigan bo'lsak, 16 gramm. Shuni to'g'ri javob D bo'lar ekan. Tushunmay qolgan bo'lsalaring, videoni qaytadan ko'ringlar.